Osing Babul. You've got to for me. Hurmatingizni saqlang. Ko'pchilik kutgan kun keldi. Qaysi kun deysizmi? Hozir aytaman. Mana shu ko'zimdagi VR ochkini yutib olishlari mumkin. Mana ko'zimdagi VRni No. men gapirayotgandim lekin. Ana shu kun keldi, ya'ni hamma kutgan kun keldi. Mana shu ko'zimdagi VRni yutib olishlari mumkin. Biz уже start beryapmiz. Sizlardan qilinadigan ish, men podpiska bo'lgan homiylarimizga podpiska bosamiz va shu videoda ostiga 3 dona do'stingizni belgilab ketasiz. Tamom, bo'ldi, boshqa shart yo'q. Homiylarga podpiska bosasizlar va men oranglardan random bitta odamni tanlab olaman va o'sha omadli insonga mana shu VR ochkisi beriladi. Va undan tashqari qo'shimcha yana sovg'alarimiz bor. Ularni batafsil tushuntiraman. Har kuni yangi videolar va har kuni bir-biridan qiziq jonli efirlar qilamiz. Abdush gazini bosamiz. Babul! Qani Babul? Babul, ma keling. Babul, uxlamang, ey, uxlamang. Televizorni yoqing, balatlating. Balatlash qaysi? Ana. Uxlamay o'l. Uzr. Lady bilan gentlemenlar keyin gaplashamiz. Qani shunaqa. Shartlarni e'lon qildim. Har kuni yangi jonli efirlar, yangi videolar, gazini bosamiz. Bu yoqqa cho'tki bo'ladi. Ishonaveringlar. 2 3. Assalom Babul! Ey Babul, assalom. Tinchmisiz? Charchamasdan qirchillab yuribsizmi? Yaxshimisiz? Sizimisiz? Ha, malades. Mana VR ochkimni berib yuboryapman sovg'a qilib. Hozir endi homiy istayapmiz-da, homiylar aloqaga chiqib yorsin deb yozib gapirib qo'ying bir adovi. Ha, ayting. I'm ready. Aha. I'm gonna me. Rahmat, ana aytdi, homiylar dedi, shashilinglar dedi. Konkurs hali boshlanmadi. Hozir homiy istayapti. Homiylarni hammasini qo'shganimizdan keyin konkursga start beramiz akalar. Babul, men ko'chaga chiqib kelay, ishlar borda. Ko'ppa yuribsanmi? O'zi hayoting zerikarli bo'lsa, battar zerikarli qilib bitta ipga bog'lanib o'tiribsanmi? Battar bo'l. Opam, tuzinglar. Yoniga bormayman, hozir ro'za-yu. Ma'da 3 ta tuqum bor ekan deylar. Ha, deylar tashlab. Ana, birinchisi ochib chiqdi. Mana shu yerda tur. Nima sinmayapti? Mana akang chiqdi. To'g'ri, 3-chilarni olib kelaman. Ana 3-chilar. Endi bularga qanaqa ism beramiz? Ism. Aytinglar, kommentariyaga yozinglar. Mana shu uchalasiga bir neobichniy ism kerak.